Davasındagi men poylab turadi, Hamazon ekan qachon berar ekan bizga. Reverda qo'y, reverda. Reverda oling. Hozirga tagidan yo'lab qo'y. Ustaga ham bitta mikrofon beringlar, menigini tolashib yurmasin yana. Menigini uchun bosib olsin deb turibdi. Mikrofon yetmasa ijod bo'lmaymi Xuddinjon? Menikiga gapiraverasiz. Mikrofon sal pastroq shu. Bo'lmasa og'ziga yaqin borib uchini ho'llab qo'yamiz. Salomat bo'ling Yuqsazoda. Tilizdagi ko'rinchi ishlab ketar. Bu men gapirayotganda o'chib qolmasin. Uni ko'rasizmi? Mono demasdan to'g'ri gapiring. Nima dedingiz Abdurazzoq aka? Nechta marta mono deversangiz monoga o'rganib qolasiz. Sizga 100 marta tayinlayman aka. Bunaqachilar davrlarda mononi og'ziga olib yurmang unaqa. Qizga aytgansiz Muhitdinjon, siz bilan gaplashganda mononi ishlatmasam bo'lmasa. Mayli, mono do'ring. Siz og'zida mono to'lib chiqadi-da. Sizga haqi mono devergan avijon to'laman. Nimaga? Yana 5-6 marta mono desam Muhitdin monoga o'rganib qolmasin. Bo'ldi endi haqida mono do'rmang. Yana 2-3 marta mono desiz, ertaga Sultonotga kelsangiz ko'rganlar mono kelyapti deydi. Mamasi dedi siz ko'rsatib mononi siygan demasa bo'ldi. Muhitdinjon, Nabbay usta. avvalambor assalomu alaykum. Bizni qadrdon ukamiz Bahodirjon qizlarini uzatyapti ekan deb mana shunday ulug' dasturxon atrofiga yaxshi niyat bilan tashrif buyurgan azizlar, qadrdonlar, hojakalar, ukalar, akalar, hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. Bahodirjon qizimiz borgan joyda toshdek qotib, baxtli, saodatli bo'lsin, ser davlat, ser farzand bo'lsin. O'tgan ustozimiz Hoshim akam ruhlari shod bo'lsin. Hojona uzoq yillar to'ralarimizda hammalarimizni duogo'yimiz bo'lib yursinlar. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Bahodirjon siz juda yaxshi ko'ramiz. Dasturxonli ulpat bo'lasiz. Toshkentda ham o'zingizning o'rningiz bor. Andijonda ham, Xonobodda ham, Sultonobodda ham. Doim mana shunday gullab yashab yuring. Sizga tansihatli, xotirjamlik tilayman. Farzand zurriyotlarni baxt saodatini kelin bilan birga uzoq yillar ko'ringlar. Omad bersin sizga yana ham Xudoy taolaga mustahkam sog'lik ato qilsin. Sog' bo'ling. Xuddinjon, Nabbay usta. Toshkent oshini maza qildingizmi to'yda? Maza qildik. Go'zal bo'pti-da. Juda ham. Qarang endi, shu oshni qovurib, suv quyib damlagan oshpazlari qo'llari dard ko'rmasin. Otasiga rahmat. Juda shirin osh bo'pti-da. Maza qildik-da. Bu narigi stolda o'tirgan qadrdonlar meni oldiga chaqirib so'rashdi. Nimani? Muhitdinjon shogirdingiz oshni yaxshi ko'radimi dedi, oshni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan taomi palovon ko'radi dedim. Qancha yedi dedi, ishtahasi yaxshi. Ikkita erkakligini yo'radi dedim. 2 kishilik osh yedi dedingizmi? Ha, 2 kishilik yedi dedim. Osh yaxshi narsa-da aka. Albatta. Mendan ham bola Abdurazzoq aka so'rab qoldi. Nima dedi Abdurazzoq? Usta qancha osh yedi dedi. Nafsi yaxshi dedim. Osh shirin bo'lib to'ymay qolsa tagini ham yalab qo'yadi dedi. Qaysi kuni Andijonga mehmonga borib qoldi Muhitdinjon. Men sizga aytganman, Sultonotingizni mana shu o'chirib qo'yib ketasiz aka. Rahmat. Mana menga kelib hurmat qilgan do'stlarimga qachon Andijonga borsam men osh qilib berishga tayyorman. Rahmat. Omma sizdan qo'rqilib. Nimaga? Shuncha erkaklikni yeb ketib qolasiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Hammalaringizni xonadoningizda yaxshi to'ylar bo'lsin. Rahmat hojaga. Ayolib ketgan ustozlar, ustozimiz ruhlari shod bo'lsin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Andijonga mehmonga borib qoldilar. O'zim bozor qilib chiroyli osh qilib berdim. Hamildori, badring, ko'katlarni har xilidan oldim, ha. Shunaqa bo'ldi. Juda chiroyli osh qilib berdim. Maza qildik-a. Sultonotga kelib rozamat meni maqtabsiz-ku. Nima debman? Mahamasda akam Andijonda qilgani og'zimda qoldi debsiz. Endi bizda mana Kampirovotda suvni ichgan qora qiltira degan dejra guruchimiz bor ekan. Juda shirin guruchda. O'tgan safar choyxonada osh qildikmi? Ashaqa bo'ldi. Asha dejra guruchni olib bordim. Guruchni toshlarini terib, laganga solib suv quyib qo'ydim. Meni guruchimni uyog'ini ko'rib nima dedingiz? Esimda yo'q. Voy uka, guruch tanlashingizga qoyilman. Sizniki suvda rosa cho'zalarkan dedingiz-ku.
Döde tushuntirib bordim. Nima dedingiz? Bizniki Devzir aka damla ekanda yana cho'ziladi dedim. Qachon osh qiladigan bo'lsak menga bozor qildiradi. O'tgan hafta mehmonga borganingizda ham o'zim shaharni bozoridan bozor qilib berdim ha. Shunaqa bo'ldi. Qabulda Badring hamma yo'lda oldim. Qaytishda 1 kilo turib ham oldim. Bozorligimni ko'rib turib turibga ko'zi tushib menga nima dedingiz? Nima dedim? Turibni yaxshi qilibsiz dedi. Nimaga desam osh bilan turib ketadi dedingiz. O'zi turib olmasam ham bo'lmasdi-da. Nimaga endi? Oshni boshlamasdan oldin shart qo'yasiz. Ha. Joniga turib solasan dedi. Endi oshga uringansam bir quchoq o'tin ko'tarib keldingiz. Ha, Muhiddinjon desam yaqinman o'zim dedingiz. Muhiddinjon yaxshiz qilaveraman dedim u. Ammo nafsiz juda o'chda. Nimaga endi? Hayron qolaman. Yo'q, Mehmonga borib qolsangiz, albatta osh qoldirib ketasiz. oshni yaxshi ko'ramiz-da. Suyuq ovqatga unamaysiz. Ha. Sabzilik ko'rsatib qo'ysa o'tirib qolasiz. Ha. Hayrat, baribir qilar ekan deb. O'zingiz ham eng yaxshi ko'rgan taomingiz haqiqatda Falonxon to'ra. Albatta. Qayerga borsangiz turib olasiz, oshing qaridi. Endi ustarajindek yosh katta bo'lib qoldi Rustam aka. Rahmat. 70 ta o'tib qoldi, ozgina daliniyasi ham bor. Ha. Ashunga osh qiladigan bo'lsam, ustani o'zidan so'rayman. Aha. Qo'y yog'i ham bor, paxta yog'i ham bor, pista yog'i ham bor. Usta u yoqqa qilaymi, bu yoqqa qilaymi deb. Ammo turib oladi, anchadan beri osh yegani yo'q, bundaga qilavering uka deb. Bu yerda o'tirgan aziz mehmonlar sizni chaqirib mening yoshimni so'raydigan bo'lsa-chi, 70 deb qo'ying, kirganini aytmang. Yoshingizni aytib qo'yganim yaxshi bo'ldi-da. Rahmat. Hozirgalardan bilib qoldi kirganini. Salomat bo'ling Muhiddinjon. Mana oshni mazza qilib to'yda edingda, oshdan akaga achchiq 95 joylarni siz mazza qilasiz. Hazmi taomda aka. To'g'rimi? O'sha bizning xonadonimizda osh yegan kunimiz achchiq 95 joylardan olib kelib 3 marta qaytarib damiyangizni bir piyola quyib uzatsam nima dedingiz? Nima dedi? Choy chiqmabdi dedingiz. Ha. Qulog'ingizga aytdim-ku. Nima dedingiz? Muhiddin sabr qiling, bizniki 95 10 minut turadi, keyin chiqadi dedi. Dam yeyish kerak degan Dam yeyish kerak, to'g'rimi? Sizga choy olib kelib berib ham xursand bo'lmadingiz mendan. Nimaga endi? Choy yaxshi quyilmagan ekan. Ha. Unga bunga yomonlabsiz-ku. Nima deb yomonlabman? Rahmat Rustam aka. Muhiddindan xafaman. Ichida eri to'ymasdan damlar ekan debsiz. O'shundan beri sizga choy damlaydigan bo'lsa, qoqib damlayapman-da. Rahmat. Qo'li shirin bo'lasiz-da. Qaysi kuni sovuq kunlardan birida salqinda bizga mehmonga borib qoldik G'ayratjon. O'g'ildagiz. Bir bera choyni issiq qaynoq qilib uzatdim. Bir ho'plab turib xursand bo'lib ketib, ichimga sikirdi dedi. Choy dedi. Bugundan keyin choy ichib keladigan bo'lsa-chi, Rahmat. G'ayrat akamga damlatib qo'yaverasiz. G'ayrat akam choy bermayapti demang. Poylab turasiz. Bergisi kelganda o'zi shama qilib qo'yadi. G'ayrat demay choy damlatmayman, perini bilaman, achchiq qilib beradi. Bahodir akam qarang, ertalabdan kerakli mehmonlar ko'rdingizmi? Xursand bo'ldim. Bahodir akam erkaklardan tanish ko'p ekan. Sultonobodda duv gap. Qanaqa? Sultonobodda duv gap Yusufjon. Bahodirjon rosa mehmon bosibdi. Ammo hammadan oldin keldingiz. Ajab bo'ldi. Sen rangingiz qizarib turganiga hayron bo'lishdi. Mehmoni shu bo'lsa kerak deb. Bahodirjon bilan 40 yillik qadrdon aka ukasiz. To'riga chiqib o'tirib oluvdingiz, men sizdan xafa bo'ldim. Nimaga? Bugun sal xizmat qiling-da uka. Nima xizmat qiling? Akam uchun xizmat qilaman. Biz 5 ta odam o'tirganlarga qaraymiz, sizdan iltimos bugun turganiga qarab berasiz. Unaqa bo'lsa sizga ham xizmat bor. Nima xizmat bor? Yengilroq xizmat bor. Eshikda turib kirgan chiqqaniga qarab turasiz. Hech bo'lmasa mana Tohirjon ukam keldi. G'ayratjon ukam keldi Arjandan. Xizmat qiling deb hech bo'lmasa majibalarim oldin talab turing. Endi Tohir akamlar sal kechroq keldi. Sal kech qoldi. Hushyor bo'lasiz endi. Osh yemasdan ketmasin. Yo'q, osh yemasdan javob bermaymiz Tohirjonga. Turishga ushaysiz aka. Endi mana shunaqa Devzira Gulishda Toshkent palovlarni yeb, achchiq 95 joylarni ichgandan keyin bir polvonlar kelibdi deb gapirishyapti hoji akamlar. Shunaqami? Bir kurashmaymizmi? Mayli, dabdurustdan kurashmaymiz deyapsiz. Endi siz bilan kurashkim keldi, maydonga tushib men bilan kurasha olasizmi? Kurashaman aka. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Bahodirjon kabi to'yga raza kuchga to'lib kelganman. Ha. Belimi yo ushaysiz, yo ushamaysiz, o'rningizni qoqib qo'yaman uka.
Unaqa dadurustdan kurashni boshlab yubormaydi. Nimaga endi? O'zini qoidasi bor. Ha, Oldin yechintiradi, keyin tiradi, taroziga tortadi. Hakam bor. to'g'ri. Orqasiga bir uradi, keyin tushasiz aka. Salomat bo'ling, hakamlar bor meni. Yechintiradi, kiyintiradi. Siz ham bilib oling, belingizga bir chorsini baylaydi. Ha, belvog'da. Belbog'ni. Belbog'ni baylab qo'ygandan keyin meni belbog'imga ko'zi tushib qolib rosa malomat qilibsiz-ku. Nima dedim? Ye, Muhammad gapki menikidan bir qarich uzun ekan deyapsiz. Chorsi uzunroq. Belvog'dimi? Belbog'. Endi milliy kurashimizning turlari bor ekan. Albatta. Farg'onacha kurash bor. To'g'ri. Buxorocha kurash bor. Juda to'g'ri. Kurashga tushadigan bo'lsa o'zingizdan so'rab oling. Aha. Farg'onacha qilaymi, Buxorochami aka? Salomat bo'ling Muhiddinjon. Hakamlar ikkalamizni chaqirib kiyintirgandan keyin maydonga tushib ikkovinglar kurashasizlar desa bir malomat qilibsiz-ku hakamlar kattasiga. Nima debman? Sar razriyatga ham qaranglar, Muhammad ham razriyati 1, meni razriyatim 2. Ha. Muhammad hakamlar kurashga tushib, kurashdan oldin men ham Toshkentga borib bir qildirib kelishib beray debsiz. Razriyatni. Ya razriyat tushunyapti hamma aka uni. Siz tushunmay qolmay deyman-da. Agar bugun kurashga tushadigan bo'lsak, Ha. Alloh quvvat berib sizni dars ko'tarib olsam, Aha. 2 marta aylantiraman. Xo'p, O'zingizdan so'rab oling. nimani so'rab olasiz? Xohlagan yerimga uraymi yo oldin urib yurganimga uraveraymi? O'tgan hafta Xonoboddagi kurashda men sizni halol yiqitsam, hakamlarga borib malomat qilib rosa janjal qilibsiz. Nima debman? Muhammad akam meni halol yutgan yo'q, ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Muhiddinjon, esiga odamsiz halol yutdi desa nima dedingiz ularga? Nima dedim aka? Halol yutgan yo'q, meni Muhammad akam. Oyog'imni shuni bosib turib, arqamga itarib qo'ydi debsiz. Kurashda unaqa qoida yo'q aka. Nimaga endi? Boshqacha qoidalar bor. Qanaqa qoidalar bor? Bitta narsaga amal qiling, yoshi ulug' polvonsiz. Nimaga amal qilay? Faxriy polvonimiz siz aka. Aha. Sal nazaringiz to'g'riroq bo'lsin. Rahmat. Siz juda sovrin o'ch ekansiz. Yo'q-e? O'tgan safar Xonobodda bo'lgan kurashda billa tushdingmi? Billa tushdik. Sizni dars ko'tarib, yerga urdim, yerga tegdi kuragingiz. Aha. O'rningizdan turib sovringa ketyapsiz. Sovrin ketganim to'g'ri. Uyat bo'ladimi? Hammasi polvon desa nima dedingiz? Esimda yo'q. Ishinglar bo'lmasin, aralashmanglar. Bu xuddi tagida yotib kelishib qo'ydim debsiz-ku. Hamma sovrinlarni siz olib ketaverasizmi? Hakamlarga aytdim, menga Muhiddinga bergan sovrindan menga ham bermaysizlarmi dedim. Desam Muhiddinni olgan sovrinlarning yarmi sizga beradi dedi, sizga beribdi. Men aytdim, bekor aytibsizlar, shu paytgacha Muhiddinga kirib ketgan narsa qaytib chiqqan emas dedim. Aslida to'g'ri ayt, yarmini beradi dedimi? O'zi o'rganib qo'ygansiz-da. Har safar yarmini sizga kirgizib o'ryapman aka. Salomat bo'ling Muhiddinjon. Bugun men bilan kurashga tushaman deb mana shu so'ri tomondan keldingiz-a? Shunaqa bo'ldi. Mashhurdan chiqib keldingiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldi, ha? Eslaysizda? Bugun Bahodirjon to'yiga yana aytaman, rosa kuchga to'lib kelganman. Ko'tarib bir uraman, chiqqingizni topolmay qolasiz. Asha ko'tarib urganingizda men rasmga olib qo'ygan ekan. Aha. Rasmni ko'rdim. Aha. Bir de hijolat oldum-da. Nimaga endi? Aytaveraymi? Aytavering. Meni oyog'im orasiz kallash ko'rib turgan ekan. Rasmcha huni chiqibdi bo'lmasa. Hammalaringizga yana bir bor yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, hammamiz xonadonimizda yaxshi to'ylar bo'lsin. Salomatlik. Sog' bo'linglar. Rahmat.